ikki o'rtoq. A few moments later. A few inches later. Toshkentda yolg'iz yashaydigan ikkita o'rtoqning bir haftalik xarajati qancha bo'ldi va nimalar oldik? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Qani bo'lmasa ketdik. Videoning oxirida abuni zapalini qo'yamiz. Paketdan boshlaymiz. Bizda ichilgan kola. Biroq Bir og'iz kola so'radi. Olib keldi. chuchvara. Bunisi bo'lsa yog', kolbasa. Bu arpan. Bu nima? Dumbul. Oldim bu dumbulni. Dumbul yaxshi ko'raman. Go'sht. 200 gram go'sht, 200 gram 200 gram go'sht kerak. Yanimizda sababi biz o'z Keyinga kelganimizga bir hafta bo'ldi. Bir hafta deganda endi bozorlik qildik o'rtoqlar va taruzam oldik esingizcha. Bu bo'lsa kofe. Biz bu yerda turib kofe qilib ichganimizga. Tuxum, shakar. nonning ushog'i ham non. Endi talaba emas, makaron yemasan. What? Keyin karom oldik. Bu joyida esinglardan chiqmasin. Toshkentda yolg'iz yashaydigan ikkita o'rtoqda hayoti qiziq bo'lsa, tezda obuna bo'lib qo'yinglar. Da, bu timi. Bu bo'lsa sousi. Toshkentdamizda biz sabzi oldik. Kotlet. Malina choy oldik. Oldik va bunisi piyoz. Hozircha bizda bir haftalik xarajatimiz shu. Bilmaymiz bu xarajat qanchaga yetadi bizga. Qizig'i sizlarga bitta savol beraman. Shuncha olgan xarajatimiz qanchaga tushdi? Kommentariyada kim to'g'ri topsa, Instagramda reklama qilib beraman. Bu kartalarga 50 ga beradi. Shu qadaylar mana uni soliqda o'zida Soliq o'zida. Qaroq qilib olasizlar. Bizda soliq yo'q. Bizda boy studentlardanmiz.